Xalq uchun ajoyib xushxabar. Yangi yilni qor bilan kutib olasiz. 29-dekabrdan 31-dekabr kunlarigacha qor yog'ishi prognoz qilinmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 29-dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida ba'zi joylarga yomg'ir yoqadi. Harorat kechasi 3 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Toshkent va Samarqand viloyatining ba'zi joylariga yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.